Bu achinarli. Bu faqat bu oilasi-ku. Nima faqatmi? Butun Shanxay bu oilamizni yomonlashga jur'at etsa, javobini beradi. To'rtta eng zo'rlari. Menda hech qanday qurol yo'q, janobli. Ular eng zo'rlari. 最多是个宗师，以一敌四，你觉得是差武器的问题？ Tezroq tugatinglar. Bizda qurol yo'q, to'g'rimi? Janob Du, sizning yigitlaringiz juda nozik ekan. Janob Du, sizning yigitlaringiz juda nozik ekan. Siz o'zingizni zo'r deb o'ylaysizmi? Sizlarga oldin aytgandim, o'ynashishni xohlamayman. Albatta aytmadingiz va men sizning dushmaningiz bo'lishni istamayman. Sizning oilangiz bir necha bor men odamlarimni kaltaklagan. Menga aytingchi, bu hisobni qanday hal qilamiz? Buni qanday hal qilamiz? Don Yonping va uning odamlari. Hozirda men javobgarman. Endi darhol yigitlaringizni olib bu yerdan keting. Ketishingizga ijozat beraman deb hisoblayman. Sizga imkoniyat, qani keting. Agar kimdir bugun kaltaklasa uni, men 10 million dollar beraman. Boylik yagona narsa, hamma narsam bo'ladi. Aka-ukalar, uni o'ldiring. Qolgan hayotimiz chiroyli va mazmunli o'tadi. Janoblik, bu yerdan keting. Uni yashirin quroli yo'q edi. Men faqat yashirin qurollardan foydalanaman deb kim aytdi?